O'smani siqib sochingizga sursangiz, sochingizni qalin bo'lib o'sishiga yordam beradi. Assalomu alaykum. Navot telekanalida Mening oshxonam loyihasi va men Zulayho Ahmedova. Men bejizga o'sma haqida gap ochmadim. O'smay kelmadimi? Tagi chopilmadimi? O'smay kelmadimi? Tagi chopilmadimi? Uylanmading, qizlar topilmadimi? Uylanmading, qizlar topilmadimi? Bugungi dasturimiz ishtirokchisi Feruza Egamova. Keling birgalikda Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Qiynalmadingizmi bizni topishga? Yo'q, aslo. Ichkariga kiramiz, marhamat. Feruzaxon, dasturimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Keling, dasturimizni jonlantirish maqsadida blitz savollardan boshlaymiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Uyimizga kelgan mehmon qaysi xonalarni ko'rib xulosa chiqaradi? Birinchi ostona, hojatxona, oshxona. To'g'ri. Qaysi mahsulotni birin-ketin iste'mol qilib bo'lmaydi? Sut mahsulotlari hamda baliq. To'g'ri. Yomon bekani qayerdan bilsa bo'ladi? Yomon beka bo'lmasa kerak. Yomon bekani o'zi yo'q. Hamma ayollarimiz, bekalarimiz yaxshi. Ammo yomon kishini ham yaxshi tomon bo'ladi albatta. Ya'ni yomon beka yo'q. Yomon beka yo'q. Uyga kelgan mehmonning oyoq kiyimi nima qilinadi? Tayyorlab, to'g'irlab qo'yiladi. To'g'ri, eshikka qaradim. Yo'q, chekkaga olib, chekkaga olib qo'yiladi. Feruzaxon, oilada bosh farzand ekansiz, ikki ukaning opasi ekansiz. Singlingiz bo'lishini hech xohlaganmisiz? Albatta xohlaganman. Oyimga faqat aytaman, menga yoki opa yoki singil tug'ib bermagansiz deb aytaman. O'sha uchun hozir o'zim ikkita qizim bor. Mana o'zingda ikkita. Men ikkita qilmagan bo'lsam ham senda ikkita qizing ham bor. qattiq xohlagan ekansiz. Albatta xohlaganman, chunki mana o'zim uch opa singilsizlar, to'g'rimi? Xudoga shukr. Qaysidir gapingizni kimgadir oyingizga aytishga anaqa qilasiz, ayaysiz, oyingizni opangizga yoki singilizga aytgisi keladi. Mana shunaqa paytda kerak bo'ladi ular. Bir-birimizga ko'mak bergan paytda kerak bo'ladi. Albatta xohlayman. Opa bolalikda ukasiga juda mehribon bo'ladi. Uka katta bo'lgandan keyin opasiga mehribon bo'larmikin? Albatta. Aytishadi-ku xalqimizda, nimani eksang, shuni o'rasan deb. Boshida endi katta farzand mehr bergandan so'ng, opaga katta bo'lgandan so'ng uka mehr beradi-da. Oilada bosh farzandsiz, ham opasiz. Ukalaringizga tabiiyki o'zingiz taomlar tayyorlab berasiz. Ukalaringizning sevimli taomi nima? Masalan, opa, men shu taomingizni maza qilib yeymiz, qilib bering degan taom bormi? Ukalarimni sevimli taomi osh, xamir ovqatlar, manti, Erkaklarga xos. Erkaklarga xos bo'lgan kuchli ovqatlar. Tabiiyki o'g'il bolalarga ham yoqadi. Undan tashqari shirinlik, uni katta tort pishirardim. Shuni faqat Qanaqa tort? grafskiy, grechskiy. Grechskiy? Yong'oqlari bilan ichli. Grafskiy tort derdi ular. Grafskiy tort pishirib bering derdi-ku, otangiz ham tog'oraga o'xshab chiqardi-da. Mana shuni haligacha aytishadi. Ana u kun bir harakat qilib ko'rdim, lekin vizalarini esimdan chiqarib qo'yibman. Demak, siz oldin juda ham pazanda bo'lgansiz. Hozir ham pishiraman. Hozir bolalarimga pishirib beraman. Ovqatlar ham undan tashqari endi baribir ishda bo'lamiz, ko'chada bo'lamiz, yordamchi opamiz bor. Ular ko'proq tayyorlaydi. Lekin odam qo'msab sog'inadi. O'zim pishirib, shattillab, salatlargacha tayyorlab qo'yaman. Demak, ukalaringiz shirinlik shaydosi. Shirinlik shaydosi, va salatlar, achchiq salatlar bo'ladi-ku. Shularning shaydosi. Oshxona bu xotiralarni va yaqinlarni bir joyga va bir vaqtda birlashtiradigan joy. Keling, endi ko'rsatuvimizni davomini oshxonada davom etsak. Ketdik. Feruzaxon, Kamtarona oshxonamizga xush kelibsiz. Hamma masalliqlar muhayyo. Siz tayyorlamoqchi bo'lgan taomlarni, masalliqlarni olib kelib qo'ydik. Tekshirib oling, xohlasangiz. Tekshirib oldim, ko'zdan kechirib chiqdim. Hammasi joyida. Bormi hamma narsa? Hamma narsa bor. Bizga kerakli bo'lgan mahsulot hammasi tayyor ekan. Xo'p, boshlaymiz. Aslida sizga bir yordamchimiz bor, lekin nimagadir Ashrafbey kech qolyaptilar, uxlab qolganga o'xshaydi. Keling, ungacha biz ishni boshlab turamiz. Qo'yursiz-chi, o'zimiz eplab tashlaymiz. Unday bo'lsa, sizga ishonaman mana. Go'shtni yuvishdan boshlaymiz, demak. Yuvasizmi yo to'g'risizmi?
Go'sht toza lekin. Toza yuvilgan demak, unda to'g'raymiz. Hop bo'ladi. Men nima ish qilay? Sizmi? Yordam berib turing. Piyoz archasizmi? Chunki Voy, piyoz nima? yo'qmi? Shu uchun ham berdimda sizga. Hozir ko'z yoshlari oqib, pardozlarim buziladi. Bo'ldi, tushundim. Unda boshqasini aytamiz. Osonroq narsa. Yuvib qo'yilgan ekan, yuvib bering desam. Unda siz menga gaplashib tursangiz bo'ldi ekan. Xo'p bo'ladi. Hozir Jonim bilan ovqat nomini aytaveraymi? Albatta, nima taom tayyorlashingizni muxlislarimizga aytib o'ting. Demak, mana perchatkalarni kiyib oldik, aziz muxlislar. Sizlar mana e'tibor berasizlar baribir bu narsaga, buni bilamiz. Demak, birinchi biz hozir go'shtimizni, Taomni nomini aytmadingiz. taomni nomi go'sht say. Hammaga ayollarga tez tayyor bo'ladigan hamda juda ham mazali, xushxo'r bo'lgan taomimizdan biri. Mehmon kelganda ham juda ham bir stolga olib qo'yganda chiroyli taom go'sht say pishirib beraman hozir sizlarga. Buning uchun biz go'shtimizni marinovka qilib qo'yamiz. Chunki go'shtimiz qancha ko'p tursa, shuncha bizga mazali hamda tez pishib beradi. Xo'p. Unday bo'lsa boshlaylik. Unday bo'lsa, men bolgarskiylarni tozalab turaman. Zuliya, siz ham uyda ovqat pishirganda go'shtni mana shunaqa keraksiz joyini olib tashlaysizmi? Albatta, albatta. Juda ham xalaqit qiladi. Ko'raman, Klyonkaga o'xshaydi. Klyonkaga o'xshaydi. Endi biz uyda qomatimizni saqlashimiz uchun yog'larni kesib tashlaymiz. Sizga ham bu narsa kerak bo'lsa deb o'ylayman, kerak deb o'ylayman. Endi yog'larini tozalamasa ham Tozalamasak ham endi yeydigan bo'ladi baribir. chaynashga qiyin bo'ladigan joylari bor, Charm joylari bor. Mayli, yog'ini qo'yaveramiz. Erkaklar yeydi. Ozgina bilasizmi, go'shtni ozgina muzlagani yaxshiroq kesiladi. Endi bu toza, yangi go'sht bo'lganligi uchun ozgina qiyinchilik tug'diryapti. Undan tashqari pichog'ingiz o'tkir bo'lsa, lekin pichog'im o'tkir, undan tashqari qo'lqopim oversize bo'lib turibdi-da. Xola siz yechib olishingiz mumkin. Yechib yuborsam endi tomoshabinlarimizga hurmatsizlik bo'ladi. Sizlar uchun mayli ozgina qiynalsak ham, lekin amal qilamiz tozalikka, gigiyenaga. Juda kichkina bo'lib ketmayapti. Kichkina bo'ldi. Buningchi yo'lini topish kerak ekanda. Yaxshixon, oshxonaga necha yoshingizda kirgansiz? Birinchi marta. Birinchi marta birinchi sinfdaligimda kirganman. Yo'q, nima pishirgansiz? Esla olasizmi? Ha. Ayam endi ishlari ko'p, tikarlar, tikuvchi bo'lganlar boshida o'zlari arxitektor, lekin tikishni ham tikardilar-da. Shu uchun nima deydi, mijozlari ko'pligi tufayli ovqatga ulgurmas edilar. Men birinchi sinfdaligimda gaz mana bunaqa ovqat qilishga bo'yim yetmagan, stolcha qo'yib chiqib ovqat qilganman. Mastava deydi-ku. Bizda shu Mastava qilgansiz, birinchi marta. Mastava qilganman. Afarin. Endi bosh farzand bo'lgandan keyin mas'uliyat ham kattaroq bo'ladi, mas'uliyat bo'ladi bo'yinda. O'rnak bo'lishimiz kerak ukalarimizga. Endi ijodingizga keladigan bo'lsak, ko'p qo'shiqlaringizni, she'rlarimni muallifi Rislig'oy Xatamova ekan. Bilishimizcha, ko'p ishlagan ekansiz. Hozirgi kunda qaysi ijodkorlar bilan muloqotdasiz? Kimlar bilan ishlayapsiz? Hozirgi kunda ham Rislig'oy Xatamovaga murojaat ham qilamiz. Chunki ularning ijodlari baribir o'lmas. O'lmas qo'shiqlar yaratib beradi, o'lmas she'rlar yozib beradilar. Lekin zamonaga moslab ham hozirgi kundagi ijod qiladigan ukalarimiz bor. Husan Jo'raqulov hamda Shahboz Fayzullayev ko'pgina hozir qo'shiqlarda she'rini yozib beradigan ukalarimiz, shular bilan ham ishlayapmiz. Yangiliklar bormi ijodda? Yangiliklar albatta. Endi biz san'atkor bo'lganimizdan keyin bizdan muxlislarimiz yangilik kutishadi, to'g'rimi? Va yana biz yangi muxlislar orttirishni xohlaymiz. Shu uchun ham ijoddan to'xtamasligimiz kerak. Yangiliklar qilyapman. Hozir soundtrackga Qo'g'irchoq degan serialga soundtrack yozyapmiz. Serialning nomi Qo'g'irchoq. Qo'g'irchoq. Hozir Eron tillarida duet yozyapmiz Ulug'bek Majnun bilan. Buni ham tez kunlarda efirga Instagram tarmoqlariga, YouTube kanallariga tarqatamiz. Muxlislarimiz uchun havola qilamiz. Eron tilida qo'shiq kuylayapsiz. Nechta tilni bilasiz o'zi? Men o'zbek, tojik, xo'p, ingliz qisman. Shu tillarni bilaman. Rus tillari, endi bu hamma biladi. Rus, o'zbek tillari tabiiy. Endi tojikcha bilganingiz uchun, tojik tilini yaxshi bilganingiz uchun Eron tilini ham menimcha kuylash qiyin bo'lmasa kerak. Eron ozgina farq qiladi, tili tushunish Farsi ozgina farq qiladi, lekin
ko'p anaqa so'zlarga tushunmayman to'g'risi Eronni, lekin talaffuzlari bir xil, deyarli bir xil tojik Yaqin bilan. bo'lgani uchun qiyin bo'lmadi. Instagramda, internet tarmoqlarida deymizmi, tanqidiy fikr yozganmisiz hech ham? Birovlargami? Aha. Birovlarga kecha eng oxirgisi va birinchisini yozdim, to'g'risini aytaman. Bir ko'rdim, anaqa qaysidir psixolog 8 ta 10 ta bolani qo'yganda ustiga o'zi ham nima anaqa oldi, yotib oldi. Tagidagi birinchi va ikkinchi bolaga rahmim kelib ketdi. U ota-onalar qayerga qarayapsizlar? Bu bolani sog'ligi nima bo'ldi? Jigari ezilib ketdi deb shu narsani yozdim ona sifatida, o'zim ona bo'lganligim uchun. Albatta. Lekin bilmadim qanaqa qilib tarbiyalash, psixologik holatdan bolani chiqarish, lekin bolani sog'ligiga ta'sir qilayotganligi uchun chidab tura olmadim. Ko'p anaqa negativ narsalarga e'tibor ham qilmay o'tkazib yuboraman, lekin bunga men yozdim. Farzandlarga kelganda lekin ko'z yumib turish qiyin. Albatta, voy. To'g'ri. Birovni bolasimi, o'zingizni bolangizmi, bola-ku. Nima deb yozdingiz? Ota-onalar qayerga qarayapsiz? Siz bu psixolog ustiga 10 ta bolani chiqarishga yordam Xuddi shu gapni qarab turibsizmi deb, sog'ligiga ta'siri bor deb yozdim. O'zingizga kelgan negativ fikrlarga qanday qaraysiz? Negativ fikrlarga endi negativ fikrlarga kim yozganligiga qarab qarayman. Masalan, atrofimda otam, onam yo turmush o'rtog'im, do'stlarim negativ gapirishsa, baribir tanqidni fikr bildirishsa, to'g'ri qarayman. Chunki ular qaysidir ma'noda asosan demoqchi bo'lgan gapingizni bo'ldim, yaqinlaringiz sizni yuzingizga aytishadi. Albatta, do'stona. O'sha internet tarmoqlarida anonim yozish. Begonalar faqat shu holatni ko'rib gapiryapti, orqa tomonni bilmasdan gapiradi-ku ular. Har xil fikrlashi mumkin tashqaridan qaraganda, lekin yaqinlari sizni holatingizni, sizni o'zingizni bilgan holatda gapirishadi tanqidni. Shuning uchun ham yaqinlar tomonidan gapirilgan tanqidga to'g'ri qarayman. Begonalarga e'tibor ham qilmayman. Demak, buni tashlab yuboramiz. Demak, siz yaxshi qaraysiz, ya'ni. To'g'ri qabul qilaman Ijobiy yaqinlarim qaraysiz. tomonidan. Biz go'shtni marinovka qilishimiz uchun mana ziravorlarimizni qo'shamiz tabga qarab. Paprika hamda ezilgan kashnis urug'i va tabga moslab tuzimizni qo'shamiz. Tuz. Mana tuzimizni qo'shib oldik. Hozirgi tuzlar ozgina pastroq bo'lgani uchun mazasi ko'proq qo'shib yuboraman mana. Lekin ko'p tuzlamang, soya ham bor. Ko'p bo'ladi. Soya sho'r qilib yuboradi. Endi soyadan solamiz, ozgina tabga ko'ra. Kelishilgan holda bo'ldi deysiz, ha? Sizku bugun oshpaz. Mayli. Yetarmi? Menimcha yetadi. Maslahatlashgan holda qilamizda. Feruzaxon menimcha bizni bosh oshpaz, o'sha Ashraf bosh oshpazimiz aniq uxlab qoldilar. Keling. Endi Muhammadbeyni Galing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush keldingiz. Xush keldingiz. Marhaba. Muhammadbey Feruzaxon Kapadokiyada o'tkazilgan musiqiy tanlovlar g'olibi. Kapadokiyada g'olib bo'lib kelganlar. Rahmat. Endi mana biz go'shtimizni marinovka qildik. Bu qancha ko'p tursa, shunchalik mazali bo'lib pishadi deb aytdik boshida. Aziz kuzatuvchilar, 45 minut 1 soat turadi. Biz ungacha lavashdan tayyorlanadigan mahsulotimizni boshlaymiz. Lavashimizni ikkiga bo'lamiz. Bu lavaş mı yufka mı? Yufka. Yufka. Ama sizde yufka diyor buna. Bizde lavaş Ama diyor. yufka daha ince oluyor sizde. Evet. Birazcık Bu hemen hemen aynı. Yufkayla aynı. değil mi? Evet. Şu bıçağı alayım ben şuradan. Börek yapıyoruz zaten. Mana Su böreği mi yoksa? lavashlarimizni ochib oldik. Mana aziz tomoshabinlar, lavashimizni kesib yoyib oldik. Unga tayyor sosiskani qo'yamiz. Chaqaloqchani kiyimiga o'xshatyapman-da buni. O'raydi-yu chaqaloq. Ha. Şundan sonra bir tane ben yapayım mı? Olur. Bitti. Ulayam Ama bunu yapsın o, bunu yapsın. Zerikdingizmi? Ha, bakın ben de. Ben de Bering, men yaparım. ushlab turaman. Yordam bitmedi zaten. Ichlari qisdi bularni tezroq. Bak şimdi yemek avukat yaparken Ikkitani da bile eritish kerak, ikkitani. zevkle yapacağım. Ha. Böyle. Unla Bular aşk. İnsan başına bo'ladi. bular o'ynab qilib o'rgangan ekan, biz gaplashib, ashula aytib o'rganganda. Tepeleli de yarim dediler. Yar uyumuş kaldırdım öpe öpe eski de yarim. Bu dere karlı dere leli de yarim dediler. Yar uyumuş kaldırdım öpe öpe eski de yarim. Bitti o.
Feruzaxon, ovqatimizni boshladik. Ovqatimizni boshladik. Nima gap ekan go'shtimiz? Go'shtimiz meni pishir deb turibdi, tayyor. Pishishga tayyor. Mana marinovka qilingandan so'ng mana ahvoli. Ishtahangizni ochaveray. Endi bizga piyozimiz bor edi. Piyoz. Mana piyoz. Hammasi tayyor. Birinchi go'shtni qovuramiz. Buna koysam iyi etmezsin-da. İyi etamiz, u ham kerak. Niye böyle yapıyorsun sen? Gıcık. Nasıl doğrayayım soğanı? Katta qilamiz, katta Siz katta. hozir kichkina qilib qo'yasiz. Ama böyle. Bo'ladi. Evet. Bo'ladi. Aynen. Biladi. Aqlli, Muhammed. Nima deyapsiz desam? Qanday yaxshi, kimdir qilib tursa biz qarab tursak. Aytmang. Shuncha yaxshi. At. Go'shtni qovuramiz. Hop. Chaqirmadim, keldi o'zi qoshimga. Aylandi u eng yaqin sirdoshimga. Nimalarni solmadi ya boshimga. Suymaganni suydirarkan bu sevgi. Telba bir yonda devonalar. Dili yongan bir yonda parvonalar. Halaklar ko'p ekan giryonalar. Kuymaganni kuydirarkan bu sevgi. Parvona yurak yana, ovora yurak yana, devona yurak yana sevgidan. Parvona yurak yana, ovora yurak yana, devona yurak yana sevgidan. Bravo. Bu iyi mi? Güzel. Böyle boyu. Kattaligi bo'ladimi? Bo'ladi. Shunga jim turibman, yaxshi ketyapmiz. Hiç sessiz etmeyin ha. Ama bir şey diyeyim mi? Şuradan bir tane tabak getirsen. Şurada bak avu yeşil tabaklardan bir tane versen içine koysan. Ana, go'shtimiz pishyapti. Yani böyle Feruzaxon, Labbay. duet kuylash niyatingiz bormi? Duet kuylash niyatim bor. Hozir eroncha tilda Ulug'bek Majnun degan xonandamiz bilan kuylayapmiz. Ular u avtorlik qo'shig'i, ularni mualliflik qo'shig'i. Ular yaratyaptilar, biz kuylaymiz. Yaqinda. Tavsiya qilmoqchi edim Muhammadbekni duetdosh sifatida. Muhammadbek bilan ham kuylaymiz. Albatta hozir. ben avukat kılarım, ben şarkı kılamam. Men ungacha piyozni solib turay. Go'shtimiz tayyor. Bo'lyapti, hali bular pishguncha ham pishib oladi. Piyozimizni solamiz, azizlar. Buni qanaqa qilib? Buni Katta. kichkina chiqish kerak mazasi. Kichkina to'g'raymiz. Tamam. Sen nasıl dersin? Bu chunki ezib, pishirib, rangi chiqib suvli bo'lishi kerak-da. Mana yaxshilab piyoz bilan go'shtni ham aralashtirib oldik. Bitta ko'ring. Keling. Ana. Vau. Ko'rinishi ham chiroyli. Qozonni sichib ketdi, bu yoqqa sarisiz. Qo'lingizga kiyyapsizchi? Ana kimnidir qo'li bilan ishlayotganga o'xshayapman-da. Yo kiymadimda men bu ataylab. Ustidan kiy. Voy o'rtoqlar, biramba mazali ovqat bo'lyapti. Hepsini mi yapacağım? Shef powerimiz ham bitta ko'rsinlar ta'mini. Mana. Siz ayting, yaxshi pishyaptimi, yo'qmi? Go'sht say, kerakli masalliqlar: bir dona qizil bulg'ori, bir dona sariq bulg'ori, bir dona ko'k bulg'ori, 1-2 dona piyoz, 2-3 bo'lak sarimsoq piyoz, bir dona pomidor, 2-3 bo'lak Xitoy karomi, o'simlik yog'i, kashnich va soya sousi. Feruzaxon, taomimiz ham tayyor bo'ldi shekilli. Bitta ko'raylik-da, pishgan bo'lsa, tarelka likopchalarga qo'yaylik. Qo'yamiz. Muhammadbek, Evet. ne var ne yok? İyilik, güzellik. Ne olsun Pişmiş bak mi? bak. Pişmiş mi? Burada. Yavrum burada. Oh, Ovqat nima deyapti, nima deyapti? Vallahi Meni tezroq. konuşuyor, çok güzelim diyor. Ana go'sht sayimiz ham tayyor. Go'zallikni olinglar, bu go'zallikni mana bu yoqqa qaratinglar kamerani.
Sosiskali lavash uchun kerakli masalliqlar: lavash xamiri, 5 dona sosiska, 1 dona tuxum, 150 gram pishloq, non talqoni, o'simlik yog'i, ketchup va kunjut. جان تو جان من خاکم و قربان من سفره خان من تعمل نان من جان تو جان من حاکم و قربان من سفره خوان من تعمل نان من voy duetdoshim ham kirib keldilar. xush kelibsiz. Shu vaqt bo'linglar, charchamayapsizlarmi? Ovqatni pishirib. Rahmat. Juda ham zo'r paytda keldingiz, chunki taomni hozir ta'mini ko'rish fursati eng xolis bahoni o'zlari beradilar. Eng mas'uliyatli ishni topshiryapmiz, lekin qarang. xush kelibsiz yana bir Mana. bor. Bag'oyatda xursandman. Bunday baxtga ega bo'lganimizni qani bismillah. Feruzaxon o'zlari qo'llarini o'ynatib tayyorlaganlar. Qo'lingiz yuvimidingiz ovqat qilishdan Yuvilgan oldin? hozir qo'lqoplarimni yechib Ha, tashladim. voy. Atrofli. Aynan sizga o'xshagan kuzatuvchilar borligi uchun boshidan oxirigacha men qo'lqopda ishladim. Endi jim turayman, ovqat yeyman. Chunki ertalab ovqat yeyotganda jim turish kerak. Shunday. Aldaydi bular o'zi. Namcha shur. Demak yaxshi. Yana. Yugam qani yo'q, Yana o'taman. hammasidan Abi tartib. güzel de ne şoru? Biz sizni tilingizni tushunamiz, tarjima qilib beraveraman bularga. Yana Sıcak. Sıcak olacak abi. Ateşin içinden çıktı. Gözünü seveyim yani. qanday baxtli insonsiz. Biz shuncha mashaqqat bilan pishirsak, siz kelib mazza qilib yeyapsiz. Kuygan, sho'r. Nima qildinglar buni? Zulya, men bularni tillarini tushunaman. Bularni teskarisini tarjima qilib beraveraman. O'sha. Ha. Siz tillarni bola. bilgan. Buni endi issig'ida yesangiz sirlari cho'zilib chiqardi-da. Endi dehqonchasiga qo'l bilan yevermaysiz. Yo'q, qanday baxtli inson bular. Qo'lim yuvmaganman. Tayyorga kelib mazza qilib. Aytishadi-ku, qaynonasi yaxshi ko'rgan inson taomni boshiga kelib qoladi deb. Qaynona juda yaxshi ko'rar ekanlar deysiz. Ana. Biz qarab turar ekanmiz bular. Ulug'bek aka, zavtrak qilganmidingiz? Nonushta kechachi ovqatlanganmidingiz? Adashmasam buni sizlar pishirmagansizlar, buni sotib olib kelib qo'ydinglar. Yo. Feruzaxon o'zlari boshidan oxirigacha hech kim yordamisiz. Ishonmayman bunaqa mazali ovqatni Feruzaga berishiga. Ishonavering mana. Menga bu borada yordam berdilar Muhammadbek. Muhammadbek. Rahmet abi nasıl olmuş? Doğru söyle abi. Çok güzel, çok tatlı. Ben doğrusu maza qildim, ko'p yemadim. Ozgina yegan bo'lsam ham maza qildimni shu taom haqqi men bularga tushunishim bo'yicha turkcha qo'shiq eshitgilari kelgan ekan aytib berishman. Bana bırak sevdayım giderken sadece bana bırak acısını hallederim içinde. Oynamaydı bu. Yaman. Bana bırak sevdayım giderken sadece Ahe. bana bırak acısını hallederim içinde. Ben senden önce de yaşıyordum, senden sonra da yaşarım. Hiç düşünmedin dünyayla, tek başıma savaşarım. Ben zaten hep savaşıyorum, senden sonra da savaşarım. Hiç düşünmedin dünyayla, tek başıma savaşarım. Bravo. Avvalambor Feruzaxon vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Muhammadbek, sizga ham tashakkur. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Size Teo abi sen de ağzına sağlık. Gayet güzel, başarılı. Canı sağ olsun. Ulug'bek aka, sizga ham katta rahmat kelganingiz uchun, taomlarimizga baho berganingiz uchun. Bugun juda ham bir ajoyib tasodif bo'ldi. Qo'li shirin degan ta'rif har bir ayol uchun yoqimli e'tirof. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling. Xayr. Sağ olun.